أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Musulmonning hayotdagi yashashdan maqsadi Robbisini rozi qilib, Alloh aytganday to'g'ri yashashlik. Demak, uni topadigani ham, sarflaydigani ham o'sha e'tibor bilan bo'ladi. Bu boshqalardan o'rnak olib, bir masalan kofir odam yo dinsiz odam yo bo'lmasam g'irt bir xudo bexabar odam ko'z qilib nimanidir qilayotgan bo'lsa, darrov ko'rtironi unga ergashmaydi. Chunki musulmonlardagi asos bor. Musulmon har qanday ishini avval bu ishim halolmi, harommi deb turib, buni masalasini o'rganadi. O'rganishidan murod Alloh nima degan, bunga ruxsat berganmi yoki Alloh bu narsadan bizni tiyib qo'ydimi degan masalaga birinchi e'tibor qaratadi. Keyin uni qilish qilmaslikni yechadi. Hamma ishni qilib bo'lgandan keyin nima bo'ldiki, endi halol bo'ldimikin, bu harom bo'ldimikin deb so'rab qo'yaylik degan narsa u musulmonning yo'li emas. Shuning uchun ehtiyojlarni qondirish masalasi bor. Uni qarab chiqayotgan mahalda birinchi deb aytganimiz boylikni topish. Qaydan topiladi o'zi boylik? Alloh ruxsat berganmi, bermagan? Qaysi yo'l bilan topishga ruxsat berdi, qaysi yo'l bilan topishga ruxsat berdi? Ikkinchisi uni iste'mol qilishlik. Ya'ni o'sha topgan mol-mulkni, boylikni endi sarf-xarajat qilish kerak. Kimdir endi aytishi mumkin, men halol mol topdim, endi bo'ldi o'zimniki, o'zim xohlagan yerga sarf qilaman desa to'xta deydi. Islomda shariat qonunlari bor. Uni Alloh taolo nozil qilib, jamiyatda mana shu qonunlar bilan yashaysan degan, demak o'zini musulmon deb hisoblayotgan odam o'sha qonunlarga so'zsiz rioya qiladi. Topgan puli haqiqatda o'ziniki bo'lsa ham, lekin uni islom sarflamaysan degan o'rinlarga, ya'ni harom bo'lgan, buzg'unchilik bo'lgan, Alloh qaytargan o'rinlarga sarflay olmaydi. Ya'ni sarflash jinoyat bo'ladi. Pulim bor, o'zim bilaman, qimor o'ynaman, tuzamanmi, meni ishim degani musulmonning haqqi yo'q. Endi masalan boshqalar shu ishni qilayotganini ko'rib, bugun bizlar ham havas qilib qimor o'ynayman debdi. Nimaga desang, pul o'zimniki, o'zim bilaman dedi. Kecha bir iqtisod chiqib aytadi, har bitta odamning shunaqangi bir riskka bo'lgan ehtiyoji bo'ladi. Judaki tabiiy tavakkalchiligi bo'ladi. Bu narsani qanaqadir sarflaydi. Ispaniyadagilar hali buqalar bilan urushyapti shu. Buqa suzaman desa qochib ketyapti. Bu ham bitta risk. Shuning uchun bu narsalarni chegaralab bo'lmaydi. Birov qimor o'ynayman desa yo'l ochib berish kerak deb. O'zi aslida nimadan gap chiqayapti desa, menimcha hammaga ko'rdinglar ham sheyga kechagina. Prezident qo'l qo'ygan edi, ya'ni O'zbekistonda qimorni har qanday turini o'ynashlikka, ya'ni bugun ko'proq internetda shunaqangi bir bitta davrada o'tiribmiz, katta bir davrada, ya'ni bir qancha insonlar bilan o'ynaladigan qimorlar. Endi asosan bu setivi qimorlar, internet tarmog'ida, o'sha tarmoqlarda o'ynaladi. Mana shu tarmoqdagi o'yinlarga avval ruxsat berishgan masala, endi ruxsat berishibdi. O'sha pullar tashqariga chiqib ketmay, o'sha qimorda pul o'zimizda qolsin. Insonlarning ehtiyojlarini shu qimordan tushgan pullar bilan ta'minlaylik degan narsaga prezident qo'l qo'yibdi. Va parlament bu narsani ko'tarib, ya'ni qonunni tasdiqlatgandan keyin endi amalga ham, Alloh alam, shu birinchi maydan amalga ham tushishi kerak. Shu haqida munosabat bildirayotganda bir iqtisodchi shuna qilib davlatni, prezidentni olib borayotgan o'sha iqtisodiy siyosatni oqlash uchun aytyapti. Insonlar endi baribir nimagadir sarflagisi keladi dedi. Shuning uchun shular qimorga pulini tiksin, sarflasin, endi o'zini puli. Zato bundan deyapti davlatga soliq tushyapti. O'sha soliqlardan qancha odamlarda ehtiyojlari qondirilyapti deyapti. Ya'ni islomda bunaqangi buzuq o'lchov yo'q. Ya'ni pulingni topdingmi, xohlagan harom yo'lga sarflaysan deyotgan narsaga yo'l ochib bermaydi. Ya'ni pul seniki bo'lsa o'zing bilasan degani emas. Jamiyatda o'zini qo'ygan chegaralari bo'ladi. Va u chegarani qo'yishga eng haqli zot Alloh taolo.
Alloh taolo o'zi yaratgan bandalarga chegaralarni belgilab berdi. Mana shunday yashanglar. Haloldan pul top. Qancha topsang ham chegarasi yo'q. Haloldan 1 milliard topdim, nima qilay desa, haloldan bo'lsa topadi. Chegara yo'q. 1 milliarddan topganing oshgadan harom bo'ladi degan qoida yo'q-da. 10 milliard topdim desa, halol bo'lsa 100 milliard top. Trillionlab topmaysanmi deydi. Halol. Endi sarflayotganda-chi desa, xuddi o'shaqa sarflayotganda ham halol yo'liga sarflar. Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ham ko'p oyatlar bor inshaalloh.